Kimku? Ha, ushlab oldikmi? Yusuf, Assalomu Iye, alaykum. assalomu alaykum. qalaysan o'rtoq, Qalaysiz? yaxshimisan? O'zing yaxshimisan, Sen jon? yaxshimisan? Qani? Qanaqasan? Yaxshi keldingiz. O'tir. Yaxshi, rahmat. Sen qalaysan? Assalomu Yaxshimisan? alaykum. Yaxshimisiz Jamshid aka? Ha, qani o't. Qanaqasan? Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Ha, rahmat. Sog'liging yaxshimi? Charchamayapsanmi? Ha, yuribman. Charchamayapsizmi? Tinchmi? Yaxshi yuribsiz. Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Ishlar Aylanib yaxshi. qo'midinglar. Aylanib yuruvdik. Ha. Toza havoda. Yaxshi qilibsizlar-de. Eslashdan keyingi hayot qalay? Yaxshi. Tuzukmi? O'zing yaxshimisan? Aylanib yuribsizlarmi? Ha, iftorlikdan keyin sal ovqat hazm bo'lsin deb yuribmizda. Yaxshi, bahor. Havo yaxshi. Ha. Sevgi. Ha, sevgi. Yusuf aka, siz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. 2 kundan beri ishxonada ko'rinmaysiz. Sog'indingizmi? Choy ichishlarimizda. Yo'q, shunchaki xavotir oldim. Voy. Ishlar ko'payib ketgani uchun so'radim-da. Jam aka, Hmm? ertaga Muhabbat opam uyda bo'larmikinlar? Nima uyda bo'lmaydilar? Bo'ladilar. Ertaga uylarga borsam maylimi? Iyi. Nega so'rab kelasan? Sen uchun 24 ga 7. 365 kun senga VIP-ku. Eshigimiz ochiq. Sen kelsang, uyimizga fayz kiradi, baraka keladi. Bemalol kelishing mumkin. Eshigimiz hamisha ochiq. Bo'ldi. Kelgin biror kun, mehmon qilaman. Sen kelsang, ishdan vaqtli kelaman. O'zim qo'l bola qilib osh qilib beraman. Yo'q, oshqa berasizmi? Osh o'zim damlab beraman. Bo'lmasa ertaga osh yerkanmizda. Xudo xohlasa, sen uchun maxsus. Bo'ldi, unda ertaga boraman. Bo'ldi? Yoshlikni eslab, yoshligimizda rosa Ha, qilib berardik. esingdami? Esizdami? Qizlarni ham rosa sog'inganman. Ular ham seni rosa sog'ingan. Biz ham sog'indik. Sen kelsang uyimiz fayzga, nurga, barakaga to'ladi. Seni nuring butun uyimizni yoritadi. Yuzingdagi nuring qalbingda ham ko'rinadi. Rahmat. Maryamxon, marojni yeysizmi? Mana buni yeng, men yemadim. Yeyman Yusuf aka, bering. Oling, Rahmat. osh bo'lsin. Seni tomog'ing og'riydi-yu. Yo'q, tomog'im og'rimaydi. Juda ham mazali ekan. Bo'ldi, unda men ertaga boraman. Maza qilib o'tiramiz. Bo'ldi. Men ishdan vaqtli kelib, sen kelishingga o'zim chiroyli qilib osh damlab beraman. Qo'y go'shtlari bilan, tuxumlar bilan qazichilar mahallasiga borib qazo olib kelaman. Ataylar. Yo'q, rahmat. Sen uchun singlim. Hop, Maryamxon, kelasan. Xolabek, ertaga buni band bo'lar ekan. Balki ertaga birga ishga borib, kech payt birga tushlik qilsak bo'lar ekan. Boramizmi? bo'pti. Bu joyda sushi-pushi yesak bo'lar ekan. Mayli. Qayerga boramiz? Bilmadim, qayerga borsangiz o'sha yerga. Unda syurpriz bo'lsin. Xo'p, zo'r bo'ladi. Boramiz. Seni mashinang yurmayapti-yu. Buzilgandi-ku. Yo'q, tuzaldi. Jam aka, mana shunaqa yuraverasizlarmi? Qachon endi to'y? Xudo xohlasa, to'y yaqinda. Biz ham xudo xohlasa oila quryapmiz. Yo'q, to'ymi? Sezmadinglarmi? Sevishganlar shunaqa qilib yuravermaydi-ku. O'sha deb biz ham bundoq bir to'yga boraylik endi. Albatta. To'yga borib o'ynaysizlar. Oy, To'y bo'ladi xudo xohlasa. Yaxshi, tezroq bo'lsin. Xo'p. Yusuf, Yo, sendan bir iltimos, agar malol kelmasa. Endi keyin bo'ladi har holda. Ishdan vaqtli javob berib turinglar. Ish bilan to'ldirib tashamasdan. Yo, Komil akangga qilib ruxsat so'raymi? Nima deysan? kelinimni vaqtliroq qo'yib yuborishga harakat qilaman. Ishga bormayotganimga kechgacha qolib ketayotgandilar. Iltimos, xo'p. Biz ham birga bo'laylik ko'proq. Bo'ldi. Jam, bizni boradigan joyimiz bor. Sizlar bemalol o'tiraveringlar. Ko'rib xursand bo'ldik. Men ham. Ketdikmi? Voy, qotga. Oy, Mayli. Yaxshi, mayli. Yaxshi Bo'pti, o'tiringlar, Chaz. ko'rishguncha. Mayli, gaplashamiz. Bo'pti. Xo'p.
Charos yaxshi. Mayli. edim. Mayli, charos ertaga kutamiz. Bo'ldi, xo'p. Ye endi marojniy. Voy. To'ydi. Nimaga to'yasan, ye. Fruktov ekan, shokoladniyni yaxshi ko'rarding-ku. Ha? Sudramang meni. Yosh bolamanmi sizga sudraysiz? Men senga nima degandim? Bo'ldi qiling, nimaga sudrayapsiz unaqa? Osh yeging kelib qoldimi? Yo'q-e? Men senga aytuvdim-a, meni oldimda erkaklar haqida gapirmagin deb. Men erkaklar haqida gapirmadim. Men osh haqida gapirdim. Yo'q-e? Sizlarga o'xshab sog'indim deganim yo'q. Men u gapni aytganim yo'q. Bekordan bekorga sog'indim demasa kerak. Sog'inadigan ish bo'lgandir-da, sog'indim deyapti. Bo'lishi mumkin. Uyda katta pichoq bor bilasan-a? O'shanda seni savziga o'xshab to'rab, jamakingdan o'tin qilib yoqaman. Sizlardan zo'r osh chiqsa kerak-a? Qarang-a. Maryamni nima qilsam ekan siz bilan? O'ylab ko'r. O't qo'yib yuborsam ekan ikkalovilarga. Ertaga restoranda. Sushi yeb o'tirgan joylarda. Siz ja sog'inib qolgan bo'lsangiz, o'sha yerga borib yashashingiz mumkin. Yo'q-e? Bo'ldi. Ertaga borganda gaplashib ko'rsam bo'lar ekan. Yo'q deyishmaydi menga. Agar mabodo ruxsat berishmasa, mehmonga kelsanglar bo'ladi. Sizlarni yaxshi ko'rgan restoran bor-ku, sushi. Birgalikda mazza qilib yeyotgan bo'lamiz. Qarang-a. Mabodo kimdir oshirib yormayotganmikin hozir? Mabodo osh qiladigan bo'lsanglar, sizlarni ham shu oshposhlikka qo'shib yoqib yuboraman. Yoqilmaymiz biz. Shunaqami? O'tda ham yonmaymiz, suvda ham cho'kmaymiz. Mabodoga. Yo'q-e? Maryamga gul olaman. Atram qo'shib oling. Atram qo'shib olaman. Rashk qilyapsizmi? Senimi? Yo'q. Voy. Men sizga jinnimanmi? Ha, o'xshaysan. To'g'ri. Jinni bo'lmaganda siz bilan yashaymirdim. Agar yana bir marta meni oldimda yoki yo'qligimda erkak haqida gapirsang, men seni bo'g'ib o'ldiraman. Ikkala quloqingga quyibman. Hazillashmang. Menga qara. Hozir borib, mana shu burningdan, og'zchangdan, quloqchalaringdan osh chiqquncha to'yib har xil oshdan yeysan ertalabgacha. Qornim to'q meni hozir. Yeysan. Guruchni ko'rganingda ko'ngling ayniydi. Endi ketdik, hop. Bo'kkuningcha osh yeysan. Ketdik, yur. Hozir men senga oshni ko'rsataman.